Binafsha shu'lasi. 7-qism. Ushbu qismda Hayoning qanday qilib Alanning kutubxonasida birinchi kitob orqali boshqa olamga tushib qolganligi va u yerda uning muhabbati Arandasni uchratish haqida bo'ladi. Nikoh. Qanaqa nikoh? Men hali kichkinaman-ku. Firdavs kuldi. Kichkinasan? 1 oy oldin 17 yoshga to'lding. Hayo ajablangancha qat'iyat bilan dedi. Men 12 yoshdaman. Bu gapini eshitgan Firdavs sharaqlab kuldi va Hayoning oldidan turdi. O'zingga kelib avvalgi hazilkashligingga qaytgan ko'rinasan. Hayo asabiylashib, qo'rquv aralash dedi. Yo'q, rostdan aytyapman. Firdavs kulgancha eshikni ochib tashqariga chiqish asnosida bugun daladagi ishdan dam olding, lekin ertaga ishga qaytib bizga yordam berishing kerak. Chunki hozir hosil yig'ish mavsumi. Otamga yordam berishimiz kerak. Hayo Firdavsning ortidan yopilayotgan eshikka tikilib, o'ziga o'zi gapirdi. Qanaqa dala, menga nima bo'lyapti o'zi? Hayo xotirasini qaytarishga rosa harakat qilsa ham bu joy haqida hech narsa bilmasligini, boshqa hayotda, boshqa makonda yashashini va yoshi ham, jismi ham hozirgidek bo'lmaganini eslay oldi xolos. Ko'p o'ylayverganidan biroz yuragi siqilib, nafas ichiga qaytganini his qildi va o'rnidan turib, kulbadan tashqariga chiqishga qaror qildi. Hayo eshikni ochganida qarshisida juda go'zal manzaraga guvoh bo'ldi. Tikka ko'tarilgan quyoshning iliq nurlari Hayoning yanoqlarini paypaslar, ko'z yetadigan joyga qadar turli gulzorlar, oltin tusdagi bug'doy dalalar bilan qoplangan yam-yashil yaylovlar, ufqqa bo'y cho'zgan qorli yuksak tog'lar ko'rinib turardi. Hayo o'zi tarafga esgan yoqimli nasimdan chuqur nafas olib, cheksiz go'zallikni to'laligicha his qilish uchun ko'zlarini yumdi. Hatto ko'zlarini yumish ham quyoshning zarrin nurlari va o't o'lanlarning muattar islari qorishgan muzdek shabada og'ushidagi Hayoga bunday jannatni his qilishga to'sqinlik qilolmadi. Dilrabo tabiat bilan uyg'unlikni itning vovullashi va qo'ng'iroqlarning jaranglagan tovushi buzdi. Hayo ko'zlarini ochganida o'zi tomon yaqinlashib kelayotgan chorva hayvonlari podasini ko'rdi. Oldinda kelayotgan oq kuchukcha Hayoning yoniga yugurib kelib, vovullagancha atrofida aylana boshladi. Poda ortida esa kechagi yigit qo'lida uzun tayoq bilan xijolat tortgancha yurib kelardi. Bu safar Hayo undan xavfsiramadi. Chunki uni qamrab turgan go'zallik Hayoning vujudiga xotirjamlik bag'ishlagan edi. Hayo yigitga nim tabassum qilib, nozik harakatlar bilan unga qo'l silkitdi. Buni ko'rgan yigit xursand bo'lib ketdi. Men bilan bormaysanmi? Hayo past ovozda javob qaytardi. Qayerga? Arandas baqirdi. Nima deding? Hayo ovozini balandroq ko'tardi. Qayerga boramiz? Arandas tabassum bilan hayqirdi. Har kuni boradigan joyimizga, daryo bo'yiga, qo'y-qo'zlarni sug'orishga. Hayo poda tomon tez-tez yurib bordi va qo'li bilan qo'ylarning mayin mo'ynasini silagan holda keta boshladi. Haligi kuchukcha esa Hayoning atrofida go'yo undan nimadir istayotgandek aylanib sakrardi. Poda ortida ketayotgan Arandas tabassum qilib dedi. U har kungi quchoqlashingni xohlayapti. U bunga odatlanib qolgan axir. Hayo tabassum bilan ortiga, Arandas tarafga o'girildi. Lekin men uni oldin ko'rmaganman. Arandas kuldi. Hali ham sizlarni tanimayman deb oyoq tirab turibsanmi? Hayoning ko'zidan nurdek yosh chiqib, yanog'iga to'kildi. So'ngra kuchukchaga qaragancha, ikki qo'lini keng ochib o'ziga o'zi, men hatto o'zimni ham tanimayapman-ku, dedi. Kuchukcha Hayoning bag'riga otilib, yuzini yalay boshladi. Hayo esa rosa kulardi. 1 soatga yaqin vaqt ichida turli o'simliklar va sermeva olma daraxtlar bilan o'ralgan go'zal bir daryoga yetib kelishdi. Poda daryo qirg'og'iga yaqinlashib, uning chuchuk suvidan icha boshladi. Hayo maftunkor manzaraga mahliyo bo'lib, uning go'zalligidan bahra olardi. Arandas Hayoga yaqinlashib, manzarani u bilan birgalikda biroz tomosha qilib turdi. So'ngra
tabassum bilan gap boshladi. Kun kelib bu joyga farzandlarimiz bilan kelamiz. Hayoning yuz ifodasi o'zgardi. Farzandlarimiz arandas manzarani kuzatishda davom etgan ko'yi dedi. Ha, farzandlarimiz. Hayoning biroz jahli chiqdi. Men senga tegmayman. Arandas unga hayrat ila boqdi. Nima? Sanoqli kunlardan keyin to'yimiz bo'ladi-ku. Men sen bilan o'zi yaqindagina tanishdim-ku. Qanday qilib tegadi deb o'ylayapsan? Axir seni yaxshi tanimayman-ku. Arandas rosa taajjublandi. Meni endigina uchratding? Aqldan ozdingmi amal? Hayo yigitga baqirdi. Men amal emasman. Arandas uning qo'lidan qattiq ushlab tortdi. Senga nima bo'ldi? Fikringni o'zgartirgan bo'lsang, bunaqangi ahmoqona tomosha ko'rsatishning hojati yo'q. Hayo qo'lini Arandasning kaftidan tortib, daryo tomonga yurdi. So'ngra daryo qirg'og'iga tiz cho'kib o'tirdi-da yig'lay boshladi. Yigit hayrat bilan orqasidan kuzatib turardi. So'ngra ortga qaytish uchun podani harakatga keltir, degandek qo'lidagi tayoq bilan itga ishora qildi. Bu asnoda Hayoga "Qani ketdik" deb aytdi. Hayo unga javob qaytarmasdan daryo bo'yida xo'rsinganicha yig'lab o'tiraverardi. Arandas uni o'zi bilan qaytishga majburlamadi va podasi bilan kelgan joyiga ravona bo'ldi. Havo nasimlarida o'ynoqlayotgan daryo bo'yidagi binafsha guli yig'lab o'tirgan Hayoning diqqatini tortdi. Hayo unga yaqinlashib, diqqat bilan nazar solganida vujudida qandaydir o'zgacha tuyg'ularni his qildi. Hayo bu gulni oldin ko'rgandek his qilardi. Mana shu his Hayoni egilib, uning muattar isini hidlashga undadi. Hayo binafshaning xushbo'y iforini hidlaganida suvda o'zining aksini ko'rdi. Hayo qarshisida rangi qor kabi oppoq, sochlari quyoshdek sap-sariq, ko'zlari samo yanglig' ko'm-ko'k bir hurliqo qiz turardi. Hayo o'zini taniy olmasdan g'amgin holda "Sen kimsan? Men kimman?" dedi. Hayo mag'zun holda o'z holati haqida tafakkurga cho'mib, kulbaga qaytmasdan daryo bo'yida bir necha soat qolib ketdi. Quyosh botishga yaqinlashib, ufqdan qizil gardish g'oyib bo'lishni boshlaganida ortidan kimningdir chaqirayotganini eshitdi. Hayo o'girilib qaraganida mo'ylovli, uzun soqoli bor erkakning o'zi tomonga yaqinlashib kelayotganini ko'rdi. Hayo xavotir bilan o'rnidan turib, o'zi tomon tez-tez yurib kelayotgan odamga qarab turdi. U Hayoning oldiga yetib kelganida "Nima bo'ldi amal? Nega bu yerda yolg'iz o'tiribsan?" deb so'radi. Hayo xavfsiragancha uning savoliga savol bilan javob berdi. "Siz kimsiz?" Erkak Hayoning savolini eshitib hayron bo'ldi. "Men kimman?" "Ha, siz kimsiz? Ahvoling o'ylaganimdan ko'ra yomonroq o'xshaydi. Nima demoqchisiz?" "Amal, men sening otangman. Meni eslolmayapsanmi?" Hayo asabiylashib ketdi. Yo'q, sizni eslay olmayapman. Bu joyga ham, bu hayotga ham tegishli hech narsani eslay olmayapman. Erkak Hayoni bag'riga bosmoqchi bo'lib oldiga yaqinlashdi va qo'llarini u tomon cho'zdi. "Hechqisi yo'q, qani uyga ketdik." Hayo bir necha qadam ortga chekindi. "Mendan nari turing." Erkak Hayoning harakatlaridan dong qotgan holda joyida turib qoldi. Uzoq davom etmagan sukut va sinchkov qarashlardan keyin erkak gap boshladi. "Nima qilishni istaysan? Nima qilsam ko'nglingni topaman?" Hayo yig'lab, "Bilmayman" deb qattiq baqirdi. Erkak sokinlik bilan, "Hech bo'lmaganda suhbatlashsak bo'ladimi?" Hayo tez-tez nafas olib, kafti bilan ko'z yoshlarini artdi. "Nima haqida suhbatlashamiz?" Erkak ehtiyotkorlik bilan Hayoga yaqinlashdi. "Nima haqidaligi muhim emas, gaplashsak bo'ldi." Hayo yerga mag'zun qarab g'amgin ovozda dedi. "Siz hozir nimalarni his qilayotganini bilmaysiz." Erkak Hayoni bag'riga bosib, boshini ko'ksiga qo'ydi. "Men bilmay kim bilsin?" Hayo erkakning bag'rida xuddi yosh bolalardek yig'lay boshladi. Bir necha daqiqalik to'xtovsiz yig'idan keyin erkak Hayoni yerga o'tkazib, o'zi ham yoniga cho'kdi. "Agar Arandasga turmushga chiqishni istamayotgan bo'lsang, to'g'risini aytaver. Buning aslo yomon tarafi yo'q.
Sen bunga majbur emassan, qizim. Hayo tabassum bilan qarshisidagi ko'm-ko'k daryoga termilib, hislarimni tushuntirishga urinishdan charchadim. Men jim o'tiraman. Dilingdagilarni bemalol aytishing mumkin. Baribir meni tushunmaysiz. Hechqisi yo'q. Gapiraver, Amal. Hayo hasrat bilan tabassum qilib hech narsa demadi. Erkak xavotirlanib so'radi. Senga nima bo'ldi? Hayo tabassum yugurgan yuzini xavotirlanayotgan erkakka qaratib, yosh to'la qizargan ko'zlarini mo'ltillatib, hech narsa ota, hech narsa dedi. Erkakning yuzi yorishib, Hayoni qattiq bag'riga bosdi. So'ngra xursand bo'lib dedi. Seni salomat qilgan Allohga hamd bo'lsin. Shukr, xotirang qaytibdi. Hayo ham uni bag'riga bosdi. Hech narsani eslay olmayotgan bo'lsa ham, yangi hayotini, rostdan ham xotirasini yo'qotganini qabul qilishga qaror qildi. Shuningdek, o'zini boshqa insondek his qilayotganini alahsirash deb hisobladi.